Habib Nurmagomedov ambasadori bo'lgan quruvchi kompaniya, imtiyoz quruvchi kompaniyani loyihalarini ko'rib chiqamiz, azizlar. Qanaqa loyihalari bor? Narxlar bo'yicha gaplashmaymiz. Narxlar bo'yicha faqatgina direktga yozsangiz, men sizga yuboraman, chunki shtraf qilishlari mumkin. To'g'ridan to'g'ri aytaman. Demak, imtiyoz kompaniyasi nimadan boshlangan? 1993 yilda bular birinchi bo'lib как kontraktor, ya'ni podrachik bo'lib ishni boshlagan va 40 dan oshiq loyihalarni amalga oshirgan. Yo'llarni qurgan, misol uchun. Yo'l qurgan kompaniya, o'zi bilasizlar, misol uchun Dubayning yo'llarini kelib ko'rgan bo'lsangizlar kerak, sifati juda ham wow, prosta wow. O'sha uchun ham sifatiga bemalol ishonsangizlar bo'ladi. 10 milliard dirhamdan ortiq именно недвижимость, yo'llar, infrastruktura qurishga sababchi bo'lgan kompaniya. Va keyin ular sekin Dubayda quruvchi kompaniya sifatida, ya'ni o'zini developer sifatida ko'rsatgan. Bu bizani именно imtiyoz kompaniyasini основатели Ustad Rahimulloh Bariyalay Afg'onistonlik bo'ladilar. Bu esa CEO Masih Imtiyoz 25-yil martda nagrada olganlar filantroplik bo'yicha. Endi qaysi lokatsiyalarda bizada imtiyozdan proyektlar bor? Kelinglar bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi proyektni imtiyozni bizada Al-Furjon lokatsiyasida boshlangan. Mana bu Al-Furjon ko'rib turganingizdek, Dubay Marinadan taxminan 4 ta stansiya metro nariroqda joylashgan. Keyin ikkinchi proyektni 2-3 proyektlar mana bizada GVCda. GVCdan keyin bular sekin Dubai Land lokatsiyasiga kelishdi. Academic City'ning yoniga. Va hozirda aktivna bizada Dubai Islands, ya'ni suv oldida joylashgan proyektlar. Undan keyin esa bizada hozir imtiyozning yangi loyihasi Meydan Horizonda mana bu yerda joylashgan. Hozir har bittasi bo'yicha batafsil gaplashib boramiz. Demak, ko'rib turganingizdek 33 ta proyekti mavjud. 33 tadan adashmasam 4 tasi yoki 5 tasi уже topshirilgan. Va yana topshirilyapti. 26, 27, 27-yillar Osako proyektlari topshiriladi imtiyozni. Va 28, 29-yillarda yangi zapuskatsiya qilayotgan proyektlari ham topshiriladi. Odatda imtiyoz 2 yilda qurib topshiradi zapusk bo'lganidan keyin. Endi buni imtiyoz kompaniyani arqonlari dizaynga e'tibor qaratadi, sifatga, qualityga, construction, ya'ni qurilishiga e'tibor qaratadi o'zi, ya'ni alohida bizadan podrachik naнимать qilmaydi va albattagina customer service, ya'ni mijozlarga bo'lgan xizmat ko'rsatishga juda katta e'tibor qaratadi. Bu ham proyekt tanlayotgan paytingizga juda muhim, sababi bizada dokumentatsiyalar bor. Hammasi silliq o'tishi uchun va перепродажаga chiqarayotgan payt yokida arendaga berayotgan payt oson bo'lishi uchun to'g'ri quruvchi kompaniya tanlash juda ham muhim. Endi qisqa qilib olganda, imtiyoz bu 30 yillik tajribaga ega quruvchi kompaniya, 40 dan ortiq loyihalarni amalga oshirgan. Stроительlari o'zida ishlaydi, ya'ni alohida bizada naнимать qilishmaydi. O'sha uchun boshqalar bizmebeli topshirayotgan joyda bir xil, например, 500 ming dollarga bizmebeli topshirayotgan joyda imtiyoz mebel bilan 500 ming dollarga topshiradi, chunki qurilish bularga arzonroq tushadi. Ma'lum bir ko'chadagi kompaniyaga pul to'lamaydi va o'sha bilan birgalikda sifatni o'zi полностью nazorat qiladi. Полностью mebel bilan topshiradi. Pul именно kapitalist bemalol 12-15% yillik oshadi, chunki 2 yilda ko'pchilik investorlar 30, 33, 35% ishlab topishgan. Bundan baxtli topshirishi va lokatsiyalarni zo'r-zo'rlaridan tanlab qo'ygan. То есть agar biza o'rta klass aholi yashaydigan aholidan oladigan bo'lsak, Al-Furjan, JVC, Dubai Land Residence Complex 3 ta topovo lokatsiya. Agar biza yuqori klass yashaydigan lokatsiyalarni va luxury'ni ko'radigan bo'lsak, bu Meydan va Dubai Islands, ya'ni dengiz oldida joylashgan bizani 3-chi palmamiz. Endi bu proyektlarning ko'rinishlari Westwood by imtiyoz bu Al-Furjan. Al-Furjanda birinchi topshirgan proyekti, keyin Westwood Grand 1-2 Jumeirah Village Circle, ya'ni JVC da topshirgan. Jumeirah Village Circle'da yana bizada Pearl House'ni topshirdi va hozir Pearl House'ni 4-inchisi, Pearl House'ni oxirgisi toli 3, toli 4-inchisi hozir yangi zapusk bo'lyapti. Luxor by imtiyoz topshirilishi kerak shu yil. Hyde Walk by imtiyoz bu ham topshirilishi kutilyapti. Bu Jumeirah Garden City'da DFC'ning orqa tomonida joylashgan. Dальше ketdik.
Kof va imtiyoz bu Dubaylanddagi proyektlar. Dubayland bu Academic City'ni ro'parasida joylashgan proyektlar. Bu yerda proyektlar 200 ming dollardan boshlab boshlanadi. O'rtacha narxi hozir mavjudlari. Agar zapusk paytida qanchadan boshlangan desangizlar, 165 ming dollar o'rtacha boshlanadi. Bu ham Dubaylanddagi proyektlar. Cove Edition 5, 6, Cove Grand, Cove Boulevard. Asosan Cove deb nomlanadi. Именно Dubaylandda joylashgan proyektlari va bizada Dubai Islandsda Beach Walk 1 va Beach Walk 2 proyektlari bu yerda o'zi mavjud. Keyingilari Dubai Islands ketyapti. Beach Walk 3, Beach Walk 4, Beach Walk Grand. Beach Walk Grand уже topshirilyapti. Shu yil oxirida topshiriladi. Cartier House 1-2, Wynwood Dubai Islandsda. Yana Так, Dubai Islandsda. Дальше bizada Sunset Bay 1, 2, 3, 4, 5. Beach Walk Grand 2, Pearl House 4. To'rtinchisi hozir bizada yangi kutilayotgan proyektlar. Endi bizada hozir birinchi kelayotgan proyektimiz, demak imtiyozdan bu yangi lokatsiya. Shoba Heartlanddan uzoqda joylashmagan, Maydan Horizonda joylashgan. Bu premium lokatsiya hisoblanadi Maydan, chunki Burj Xalifaga taxminan 8 daqiqada yetib borasiz Burj Xalifagacha. Agar downtownga yaqin uyga yashamoqchi bo'lsangiz va kuchli застройщикdan uy olmoqchi bo'lsangiz, bu sizga ideal variant to'g'ri keladi. Endi bizada bu 390 ming 309 million kvadratni metrli lokatsiya. Maydan Horizon'ni o'zi bu lokatsiyani nomi. Ichida o'zini tam rezidensiyalarni ham oladi, nejiloylarni ham oladi, jiloy, nejiloy, tam dam oladigan zonalar, otellar, uylar, ya'ni 72 mingta uylar, 27 72 mingta rezident, 22 ta uy va 500 ta otelni komnata mo'ljallangan. Bizada bu aynan suv oldida joylashgan lokatsiya deb hisoblanadi, chunki bizada bu yerda lagunalar mavjud bo'ladi. 2 kilometrlik kanali bor. 320 kvadrat fut, ya'ni bu deganiga 32 ming kvadratni metr sentralniy parkka ega va recreation area, ya'ni dam oladigan, tam bolalar bilan chiqib o'ynaydigan zonalar. Nature and Sanctuary Views, ya'ni bizada bu yerda zapovednik bor. Raselxor zapovedniki bu OON tomonidan zashitaga olingan va qolaversa bu yerda misol uchun flamingolar, ya'ni rozовый flamingoni borib ko'rsangiz bo'ladi. Maza qilib vidlari bilan nasladitsiya qilsangiz bo'ladi va Creek View, ya'ni Creek Harborda bizada kanal bor, Creek kanal. O'sha kanalda ham sizda vidlaringiz bo'ladi. Bu juda ham prosta wow. Investitsiya sifatida qaraydigan bo'lsak, bemalol yillik 12-15% oshadigan именно lokatsiyamiz, chunki proyektimiz plus полностью mebel bilan topshiriladi. Lokatsiyani birinchi ko'rsataman. Именно qayerda joylashganini mana qaranglar. Wynwood Horizon ko'ryapsizlar. Mana shu bizada Wynwood Horizon o'zi imtiyozli yangi proyektga tushayotgan joy. Bizada bu yerda Dubai Design District premium lokatsiya, orqamizda Shoba Heartland 2. Mana bu yerda esa bizada Wildlife Sanctuary, ya'ni Raselxor, rozовый flamingo bor joy. Bu yerda Creek Harbor, mana bu Creek Harbor, mana bu Creek kanal. Полностью kanalni ko'rib turganingizdek, ya'ni lokatsiyasi juda ham idealni joylashgan azizlar. Dizayniga e'tibor qaradigan bo'lsangizlar, Zaha Hadid tomonidan dizaynerlar ishlagan. Mana bu yerda uyingizdan chiqqaningiz bilan bizada laguna bor, ya'ni plyaj simon qilib o'zlari искусственный laguna qilishyapti bu yerda. Bu kiraverishda lobbis, ya'ni kirasiz, xuddi mehmonxona lobbisida, даже mehmonxonada bunaqa lobbi yo'q. 7 yulduzli prям wow lobbisi, o'zi tayyor proyektlarni borib ko'rsangizlar, bu narsani o'zlaringiz ham guvohi bo'lasizlar. Bu ham lobbini bir qismi. Bemalol kirib bilyard o'ynaysizmi, o'tirib chaqchaqlashib o'tirasizmi, ko'chasida o'tirasizmi, mana bu yerda o'tirasizmi, barchasi rezidentlar uchun qilingan shart-sharoitlar azizlar. Endi bizada ikkinchi proyektimiz bu JVCda. JVC qanaqa lokatsiya? JVC kirishni prям wow maslahat bermayman, lekin imtiyoz bo'lgani uchun bu variantni рассмотреть qilsangiz bo'ladi, chunki застройщик kuchli va doim talabga ega. Ya'ni любой proyektni, например, agar JVCga ko'chgan bo'lardim, men imtiyozni tanlagan bo'lardim yoki Ellington uylarini tanlagan bo'lardim. Qolgan застройщикlarga qaramagan bo'lardim. Va yana bitta HRE degan quruvchi kompaniya bor, menga rosa yoqadi. Полностью mebellari bilan yaxshi topshiradi. Endi
GVC. Bu yerda narxlar уже ancha oshgan, lekin keyinchalik ham oshishi kutilyapti. Yiliga balkim уже avvalgidek tam 8, 10, 15% emas, hozir balkim 5%, 4% o'sishi mumkin. Yana kim biladi? То есть biza oldingi prognozlardan kelib chiqib prognoz beramiz, lekin biza analitik emasmiz. Demak, Family Center oilalarga именно orientir olgan застройка, ya'ni oilalarga ko'pchilik oilalar o'sha yerda turishadi, chunki sentralniy parklari bor, yashil zonalari ko'p, mol bor, misol uchun maktab bor, больница deysizmi, tam Dubayni xaritasini oladigan bo'lsangiz o'rtasida joylashgan. Shu tomonlama ko'pchilik bu lokatsiyani yoqtiradi. Lekin nafkus bu. Ya'ni kimgadir yoqsa, bemalol bu bo'yicha ham gaplashamiz. Maktablar, park va rekreatsion zona, ya'ni tam dam olish, o'ynash, bolalar bilan vaqt o'tkazadigan zonalar, больницаlar, shopping mall bor, GVC Circle Mall. Pearl 4 bu proyekt hozir zapuskatsiya qilayotgan. Hozir ko'ramiz qanaqa proyekt umumiy. Pearl o'zi biz bilamiz jemchug, ya'ni marvarid degani. Demak, qayerda joylashgan? Mana bu yerda bizada proyektimizni joylashuvi, mana GVC ko'rib turganingizdek, bu Palm Jumeirah 15 minutda yetib borasiz, plyajga ham 15 minutda chiqib borasiz. Mana bu Burj Khalifa, bu Dubai Marina ikkalasini o'rtasida joylashgan proyekt. Mana bu. E'tibor beringlar, dizaynga qanaqa e'tibor beradi. Rosa chiroyli qilib, akkuratni, hech qanaqa lishniy detali ham yo'q, hech qanaqa ham kam detali ham yo'q. Hammasini od edo chiroyli qilib qilgan. Ya'ni dizaynga juda katta e'tibor qaratadi. Mana bunaqa ko'rinishda binongiz bo'ladi. Arenda sdachasi uchun ideal variant, chunki imtiyozni любой proyektlari arendaga yaxshi topshiriladi. Men sizga buni как вторичник aytyapman. Mana bu kiravurishda lobbilaringiz bo'ladi. Ya'ni kirdingizlarki, tasavvur qilinglar, lobbisi shunaqa. Просто vau. Ya'ni bizadagi podyezd emas. Bu uyingizni ichki ko'rinishi bir xil ko'rayotganingizdek copy paste, ya'ni tayyor holatda mana shunaqa topshiriladi. Дальше bizada ko'rib turganingizdek bizada spalnyamiz. Spalnya ham xuddi shunaqa mebellari bilan ko'rib turganingizdek lustra deysizmi, mebel deysizmi, hammasi bir xil topshiriladi. Bu kuxnyamiz, kuxnyamizda mebellarimiz, kuxonная mebel, texnika, Bosch yoki Siemens bo'ladi. Ko'rib turganingizdek pollar ham xuddi shunaqa bir xil topshiriladi. Bu bizada sanuzel, mramor, toshdan qilingan. Bu bizada xuddi baliniyskiy, ya'ni островной дushdek. Дальше bizada world class amenities, ya'ni qulayliklar. Обязательно o'zini club house bo'ladi. Borib, o'tirib, uydagi insonlar bilan networking qiladigan, tanishadigan joy, qo'shnilaringiz bilan o'tirib chaqchaqlashib o'tiradigan joy. Osmon, ya'ni yuqori etajda joylashgan, krishada joylashgan basseynimiz bor, sport zal, bolalar uchun mo'ljallangan basseyn, razdevalkasi, barbekyu zona, ko'chada imенно joylashgan basseyndan keyin dushlari bor, ko'chada o'tirib dam oladigan zonalari, gamaklar va qolaversa ochiq havoda krishada joylashgan bizada kinoteatr ham mavjud. Bu bizada sport zal ko'rinishi. Bu bizada basseyn. Ko'rib turganingizdek, mana basseyn bizada krishada joylashgan. Естественно, bu yerda kichkina bardak joy qo'yiladi. Bu bizada ya'ni club house. Dальше ketdik. Dubai Islands'dagi lokatsiyamiz bu dengiz oldida joylashgan 3-palma bo'lib nomlanishi kerak bo'lgan, lekin palmaga o'xshamay qolgani uchun bizada Dubai Islands deb nomlanadi. Mana bu ko'rinishda bizada ostrov, ya'ni suv oldida joylashgan bizada yangi ostrov. Lokatsiyasini ko'radigan bo'lsak, bizada вот так, bizada bu yerda downtown, downtowndan prямо kelasiz, mostdan o'tasiz, Dubai Islandsga kirasiz. Dальше bizada aeroport yaqin, Dubai Creek Harbor yaqin va bizada bu yerda nechta island bor?
B, C, D, E. Ya'ni bizada 5 ta ostrov bor. 5 ta ostrov mana shunaqa bir-biri bilan соединённый. Ko'rib turganingizdek, bu yerda golf ham bor. Hamma narsa bor. O'z bittada ko'rib chiqamiz. Nima uchun bu lokatsiyaga sarmoya qilish kerak? Demak, birinchi navbatda bizada plyaj borligi, ya'ni ikkinchi liniyada joylashgan proyektimiz. Bitta oldinda bizada gostinitsa bo'ladi, chiqib bemalol plyajga chiqsangiz bo'ladi va dengizga qarab turgan kvartiralar ham bo'ladi. O'zini marinasi bor, xuddi Dubay marinada bo'lganlar bu narsani tushunadi. Yaxtalar parkovkasi uchun joy ham bo'ladi. Otellar va kurortlar ham bo'ladi. Ya'ni birinchi liniya hammasi otel bo'ladi bu lokatsiyada. Parklar, golf bo'ladi. Golf poli, shopping moli bo'ladi o'zini. Bizada bilasizlar, har bitta quruvchi kompaniya, katta quruvchi kompaniya, yer umumiy Nahil quruvchi kompaniyaga tegishli bo'lgani uchun Dubai Holdingi. Обязательно u yerda mol bo'ladi. Palm Jumeirahda bo'lganda Nahil molga borib ko'rgan bo'lish kerak. O'shanaqa mol bu yerda ham bo'ladi, faqat kattaroq bo'ladi, chunki juda haqiqatdan просто wow lokatsiya. Endi mana bu yerda bizada proyektimiz joylashgan bo'lsa, Beach Walk degan, bu yerda yozgi zakatlarni провожать qilasiz, lokatsiyada ko'rsatilgan полностью. Bu yerda qishki zakat, bu yerda yozgi quyosh chiqishi, bu yerda qishki quyosh chiqishi. Ya'ni siz kvartira tanlayotganda vidlaringizga ham bemalol e'tibor berib olsangiz bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, полностью bizada orol dengiz o'rtasida joylashgan va hozir bu Beach Walk proyekti 3-liniyada joylashgan. Bu yerda gostinitsalar bo'ladi, bu yerda gostinitsalar bo'ladi, bu yerda proyekt bo'ladi. Endi bu Winwood baimtiyaz. Bu yerda daraxtzordan keyin orqada bizada parkda yonida joylashgan, o'sha uchun Wood deb nomlangan. Ya'ni Wood o'zi дерево, древесина shunaqa tarjima qilinadi va bizada mana bu yerda joylashgani uchun bu yerda marinaga yaqin bo'ladi. Bu tomonda marinasi bo'ladi, plyajga sal yurishingizga to'g'ri keladi bu tomonga qarab. Endi Dubai Land'dagi proyektlari haqida gaplashsak imtiyozni. Dubai Land bu menga rosa yoqadigan lokatsiya, sababi ro'paramizda bizada Academic City bor, oilalarga qaratilgan lokatsiya. Academic Cityda bizada 27 ta universitet, 27 mingta uchenik, ya'ni studentlar qolaversa, u yerda kadrlar ham bor. Nima uchun oilaviy deyapman? Chunki maktab bir qadam, lokatsiyani o'zida ikkita maktab bor, bog'cha bor, magazinlar, masjidlar hammasi tap-tayyor. Ya'ni kirasiz, yashaysiz, uyingizga bo'ldi. Qolaversa imtiyoz sizga tap-tayyor uy topshiryapti. Endi har bitta lokatsiya bo'yicha gapiradigan bo'lsak, misol uchun hozir biz JVC haqida gaplashdik, Dubai Land haqida gaplashdik va Maydan Horizon haqida gaplashdik, Dubai Islands haqida gaplashdik. Har bittasida metro kutilyapti. 29-30-yillarda yangi metrolar lineykasi bizada bo'ladi, Xudo xohlasa. Global Village juda yaqin Dubai Landga, Polo Club yaqin. Agar ot minishni yoqtiradiganlar bo'lsa, Academic City, естественно, bolalarni, farzandlarni universiteti meni Dubayda o'qitmoqchi bo'lsangiz. Va bizada hozir kutilayotgan proyekt bu Coffee Edition 6. Lokatsiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bizada downtown. Mana bu yo'l bilan to'g'ri Alayni yo'l bilan 18 minut, 15 minut даже agar probkasiga qarab bemalol yetib olasiz. Mana bu yerda yozilgan Academic City meni universitetgacha 5 minut, Outlet Mallgacha 5 minut, Silicon Oasisgacha, xuddi bizada Silicon Dolina Amerikadagidek bu hisoblanadi 8 minut. Global Village borganlar biladi, 8 daqiqa. AMG World bu ham развлечение uchun 12 minut, Hamdan Sport Complex 12 minut, Polo Club 15 minut, Safari Park 15 minut, Maydan Race Course, ya'ni maydondagi skachkalar o'tkaziladigan joy 20 daqiqa, Dubai International Airport 20 minut, downtowngacha 24 minut, probkalarni inobatga olib aytgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Dubai Mallgacha 24 minut. Lekin agar hozir kartani qo'yadigan bo'lsangiz, 18 minutdan ko'p ko'rsatmaydi. Prezentatsiyamiz tugadi. Narxlar bo'yicha va nima ola olish rassrochkasi necha yilga bo'lib to'lash haqida batafsil bilish uchun men bilan shaxsan bog'laninglar va batafsil ma'lumot beraman.
boshida tushuntirganimdek, o'zi narxlar bilan полностью рассрочкасini aytib videolar qo'yish uchun bizada jarima qilishi mumkin. O'sha uchun to'g'ri tushungan holatda to'g'ridan to'g'ri Telegramda yoki shunchaki plyus qoldiringlar, man sizlarga direktga yozib, nomerlaringizni olib, o'zim telefon qilib bog'lanaman. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Agar bu formatdagi videolar sizga yoqqan bo'lsa, обязательно отзыв beringlar, chunki shunga qarab man ko'proq застройщикlarni sizga yanada chiroyli qilib ochib beraman. Hammaga rahmat. Bay bay.